Bir necha kunlardan so'ng tashqariga chiqishim kerak. Bu kunlar boshlanganiga ham 5 yil bo'ldi. Shu kungacha yolg'iz, hamma joyi yopiq, 7-qavatning bir xonasida yashayman xolos. 5 yildan beri konserva va pechenyelar iste'mol qilaman. Vitaminlarim ham hozircha o'zimga yetadi. Hozirgi vaqtda bir bo'lak tort uchun borimni berishga ham tayyorman. Avvallari kechasi yolg'izlikdan qo'rqar edim. Chunki ko'chadagi shovqin-surondan uxlash juda ham qiyin edi. Zombilar ichkaridagi yorug'likni ko'rmasliklari uchun tunda derazalarimni yopib qo'yardim. Dadam yasagan temir pechka orqali qishda uyimni isitar edim. U meni sovqotishimdan asraydi. Zina ostiga esa o'tin va ko'mirlar jamlangan. Ular ham ancha vaqtga yetadi. Oziq-ovqatlarim tugab boryapti. Tashqariga chiqadigan vaqtlar ham keldi menimcha. Tomga chiqib, o'zimga yaqin do'konga qaradim. U mendan deyarli 600 metrlar uzoqlikda. Ko'chadagi zombilar esa qayergadir g'oyib bo'lgan. Ular shuncha yildan beri qishda qayergadir g'oyib bo'lishadi. Qo'llarimni qog'oz jurnallar bilan bog'ladim, xuddi zombi filmlardagidek. Dadamning eski bolg'asi o'zimni himoya qilishim uchun menga kerak bo'lib qoladi. Oziq-ovqatlarni joylashim uchun ryukzakimni oldim va chiqish eshigi tomon bordim. Koridor juda ham qorong'u va u yerda hech kim yo'q edi. Bu yerdagi sokinlik va qorong'ulik meni juda ham qo'rqitdi. Eshikni ochish uchun biroz harakat qildim, lekin eshikni tashqaridan kimdir ushlab turgandek bo'lar edi. Jin ursin, bir zombi eshik tagiga tiqilib qolgan. U muzlab o'lib yotibdi, ammo ko'zlari menga qarab turar edi. Ko'chalarning hamma joyi qor, lekin u yerda bitta ham zombilar ko'rinmas edi. Nihoyat men do'konga ham yetib keldim. Ortiqcha shovqin chiqarmaslik uchun singan deraza orqali ichkariga kirdim. Ichkari deyarli bo'm-bo'sh. Men o'zimga kerakli narsalarni podvaldan topishim mumkin edi. Podval eshigi yopib tashlangan, lekin ilojim yo'q. Qancha qo'rqsam ham u yerni ochishim kerak. Ichkarida juda ham ko'p oziq-ovqatlar bor ekan. Hayronman, nega haligacha odamlar buni olib ketishmagan? Yoki rostdan ham bu yerda men yolg'iz yashaymanmi? Oziq-ovqatlarning yaroqlilik muddatiga qaradim va ryukzakimga joyladim. Endi tezroq uyga qaytishim kerak. Shu payt birdan kimdir mening oyog'imdan ushladi. Men esa shkafni tortib, uning ustiga qulatib yubordim.
Bu zombi edi. Uning boshi mayda-mayda bo'lib ketdi va shu bilan ichkariga kiradigan eshik ham shkaf bilan berkilib qoldi. Uyga qaytganimda eshigim yonida kimdir turar edi. Chiroqning yorug'i bilan men uning yuzini ko'rdim. Bu mening dadam edi.